3 oylik natijani ko'rsatmoqchiman. Bemorimiz 3 oy oldin ro'parasan nafas olishga qiynalib kelganlar. Burunning ichini ko'rsataman. Hammada ham ko'rsatib o'rmayman. Mana bularda ham shu narsani ko'rsatmoqchiman. Idealniy nafas olishlari, nafas yo'llari juda ham chiroyli, ochiq. Nafas olishingiz qanaqa? Xola faqat to'g'risini aytasiz. Hozir yaxshi, zo'r. Bundan oldin men boshqa klinikalarga bordim, ko'p doktorlarga uchrashdim, lekin natija bo'lmadi. Nafas olishim o'sha qiyinlashib, burnim bitishlari bo'lardi. Keyin shu klinikaga kelib, Odiljonga uchrashdim. Shu Odiljon meni ko'rib, burnimni ichini operatsiya qilishni, korreksiyami nima deydi? Shuni to'g'rilash kerak dedilar. Operatsiyadan keyin mana Xudoga shukr, nafaslar olyapman. Hammasi yaxshi, baraka topsin. Juda qo'li yengil, hamma doktorlarga minnatdorchilik bildiraman. Xursandsiz? Baraka xursandman. Zo'r, baraka topinglar. Ajoyib. Mana to'liq yaralar tushib bo'ldi, burunlaringiz zo'r ishlayapti, Xudo xohlasa. Uyqularingiz ham joyiga keldi. Operatsiyada qanaqa bo'ldi? Xola qiyinchiliklar bo'ldimi? Siz kutgan qiyinchilik? Yo'q, hech narsa sezmadim. Juda yaxshi o'tdi operatsiya. Operatsiyadan keyin ham yaxshi, hammasi yaxshi bo'ldi. Baraka topsin, sog'lik sog'. Va shu doktorga kelishinglardan hammanglardan so'rab qolaman. Kelinglar shu klinikani doktorlariga, hammaligiga minnatdorchilik bildiraman. Tanligi sog' bo'lsin, umrli uzoq bo'lsin. Bizga shunchalik yordam berishganga katta rahmatlar. Yana keldim ham olib keldim. Keldim ham keldilar. Ularning operatsiyalari juda yaxshi o'tdi. 2 operatsiya qilishdi. Ularniki ham juda zo'r. Sog' bo'ling, xolam. Sog' bo'linglar. Taninglar sog' bo'lsin. Yoshingiz nechida? 60. 60. E'tibor qilasizlar, yoshlari 60 yoshdalar. Shunga qaramay burun yaxshi ishlamasa, hayot sifatiga yaxshigina ta'sir qiladi. Xudo xolasa mana bular shu muammodan qutuldilar inshaalloh. Kimda quloq tomon burunda muammolar bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga ham yordam beramiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.